Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib turgan aziz tomoshabinlar. Sog'misiz, salomatmisiz? Va biz bugun 7-videomizni boshlamoqdamiz. Biz bugun 7-videomizda Farg'ona viloyati Buvayda tumanida tashabbusiy budjet jarayonlari qanday o'tdi va qanday yakunlandi? Shu haqida ma'lumot berib o'tamiz. Qani biz boshladik. Farg'ona viloyati Buvayda tumani maydoni 280 km2dan iborat. Umumiy aholisi esa 247.200 kishidan ko'proqdir. Ushbu ma'lumotni biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani hokimligining rasmiy saytidan ko'chirib oldik. Farg'ona viloyati Buvayda tumanida tashabbusiy budjet 2025 birinchi mavsumida 114 ta tashabbus ro'yxatga olindi va ularning 104 tasi tasdiqlandi, 10 tasi esa turli sabablarga ko'ra rad etildi. Tasdiqlangan tashabbuslarning 15.4%, ya'ni 16 tasi g'olib deb topilgan. Buvayda tumanida birinchi o'rinda g'olib deb topilgan tashabbus 7334 ta ovoz olgan va 16-o'rinda g'olib deb topilgan tashabbus, ya'ni so'nggi g'olib deb topilgan tashabbus 2634 ta ovoz bilan g'olib deb topilgan. Buvayda tumanida g'olib deb topilgan yo'nalishlar kesimida taqsimot qilganimizda, umumta'lim maktablarini ta'minlash yo'nalishi bo'yicha 8 ta tashabbus g'olib deb topilgan. Ichki yo'llarni ta'minlash tashabbusi bo'yicha 4 ta, ko'cha chiroqlarini o'rnatish yo'nalishi bo'yicha 2 ta, sog'liqni saqlash muassasalarini ta'minlash hamda sport muassasalarini ta'minlash yo'nalishi bo'yicha bittadan g'oliblar aniqlangan. Buvayda tumanida 32 ta tashabbus 1000 tadan yuqori ovoz olgan, 52 ta tashabbus esa bittadan 1000 ta oralig'ida ovoz olgan. Umuman ovoz olmagan tashabbuslar esa 30 tani tashkil qilmoqda. Buvayda tumanida 16 ta g'oliblar to'plagan ovozlar 83.185 tani tashkil etmoqda. Buvayda tumanida 5 ta mahalla fuqarolar yig'ini kelgusi 2 mavsumda umuman ham ishtirok etmaydi. Ularning mana ro'yxatini ko'rib turibsizlar. Nayman, Yangiqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini, Beshterak mahalla fuqarolar yig'ini, Oyimqishloq mahalla fuqarolar yig'ini hamda Oqtepa mahalla fuqarolar yig'ini ya'ni keyingi 2 mavsumda umuman ham ishtirok eta olmaydi. 7-videomizda yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib qo'yishni, kanalimiz yoqqan bo'lsa esa obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Buvayda tumani bo'yicha ma'lumotlarimiz shulardan iborat.